Assalomu alaykum do'stlar. Tarixdan ma'lumki, har qanday urush uydirmalarga asoslangan yolg'on va dabdabali tashviqotlar oqibatida kelib chiqadi. Va tabiiyki bunday tashviqotlar raqib tomonidan ham xuddi shunday fikr va mulohazalar bilan qarshi olinadi. Lekin bunday dabdabali yolg'onlarga burkangan g'oyaviy tashviqotlar natijasi butun insoniyatga zarar keltirgan. Albatta, turli qahramonlarni to'qib chiqarish, ertak va dostonlar yozish bu bir qaraganda zararsiz mashg'ulotdek. Biroq bunday to'qima dostonlar rasmiy hujjatlarga ko'chganda siyosiy va hududiy da'volarga aylanib, millatlararo, xalqlararo urushlar uchun ruxsatnomaga aylanishi hech gap emas. Bunday uydirma dostonlarga asoslangan deklaratsiya asosida ochilgan urushlar oqibatida esa hech nimadan xabarsiz kuni arang o'tayotgan qora xalqqa qiron keladi. Aksariyati bolalar, ayollar va qariyalar. Bu oddiy haqiqatni isbotlashga hojat yo'q. Shunchaki tarixdagi urushlarni biroz o'rganishning o'zi kifoya. Tarixni o'rganar ekanmiz, e'tibor bilan kuzatsak, barcha yomonliklar insoniyatning dushmanlaridan tarqaladi. Yomonlikni, qirg'inbarotni hech nima bilan oqlab bo'lmaydi. Bu dunyodagi barcha dinlarda ham o'rgatiladigan oddiy fakt. Insoniyat hamisha, hattoki 1000 yillardan keyin ham noinsoniylik xislatlarni muhokama qiladi. Turkistonda bolsheviklar hukmronligini tan olish bo'yicha o'tkazilishi kerak bo'lgan referendumga qarshilik qilingach, 1918-yili Qo'qonda og'ir artilleriyalar bilan qurollangan bolsheviklar bostirib kirib, yerlik tinch aholini yo'q qilishga kirishib ketishadi. Dushmanni o'ziga boshliq deb tan olmagani uchun jazolash operatsiyasida bolsheviklar safida arman dashnaqlari asosiy vazifada bo'lishgan. Bolsheviklar Arman Dashnaqtsuchon partiyasi qatorida bo'lgan qaroqchi to'dalarni, qotillarni yollashgan. Ular Qo'qonga qadar Kavkazda va Sharqiy Anatoliyada noinsoniy qirg'in-barot urushlarini amalga oshirishgan edi. Birinchi to'qnashuvda bolshevik va arman dashnaqlarga qarshi Turkiston avtonom respublikasi milliy qurolli kuchlari qatorida Qo'qon xalqi bolta, ketmonlar bilan qurollangan holda jangga kirishishdi. 3 kun davom etgan ayovsiz jangda Turkiston va qo'qonliklar dashnaq va bolsheviklarga yetarlicha qarshilik ko'rsata olishdi. Urush shu qadar qaqshatqich bo'lgandiki, o'sha davr guvohlariga qaraganda Qo'qon o'liklar bilan to'lgan edi. Arman dashnaqlari nafaqat Qo'qon aholisiga qarshi urush olib borishdi. Farg'ona vodiysining Buris-Sakson qishloqlarida xunrezliklar uyushtirishdi. Qo'qon shahrini og'ir artilleriya orqali o'qqa tutishdi. Asosiy qismi dashnaqlar bo'lgan bu qaroqchilar Qo'qonni eski qismiga bostirib kirib, yo'lida uchraganini otishdi. Uylarni tunashni boshlashdi. Shahar shifoxonasini bemorlari va shifokorlari bilan yoqib yuborishdi. Qochishga uringanlarni esa otib o'ldirishardi. Qo'qondagi paxtani qayta ishlash zavodining 50 ga yaqin ishchisi oila a'zolari bilan boshlari tanasidan judo qilingan. Qo'qonning o'nlab kvartallarida tinch aholi qilichdan o'tkazilgan. Oyoq va qo'llari alohida kesib tashlangan. Qo'qonning bir shahrini o'zida 10 ming, Marg'ilonda 7 ming, Andijonda 6 ming, Namanganda esa 2 ming, Bozor Qo'rg'on va Qo'qon orasidagi hududda esa 4,5 ming tinch aholini o'ldirishdi. O'shning eski shaharida 2 ming atrofida yosh go'daklar so'yib o'ldirilgan. Chush shahrida 1,5 ming tinch aholi o'ldirilgan. 22 fevral 1918-yili Qo'qondagi Rossiya Osiyo banki binosida bolsheviklar tomonidan tayyorlangan tinchlik kelishuvi imzolandi. Kelishuv shartlariga ko'ra qo'qonliklarning omon qolgan askarlari Kichik Ergash boshchiligida shaharni tark etishlari kerak bo'ldi. Albatta, bu kurashlar qurbonsiz bo'lgani yo'q. O'sha davrda bolsheviklarga qarshi urushlarda yurtning minglarcha o'g'lonlari shahid berildi. Tarixchi Rashidxon Qodirovning aytishicha, bir hafta mobaynida Qo'qonda amalga oshirilgan xunrezliklarda
bozor va uylar kulini ko'kka sovurgan arman dashnaqlari endi chustga qarab pop darvozasi orqali yo'l olishadi. Bundan xabar topgan chust aholisi zudlik bilan bolalar, ayollar va qariyalarni qutqarish maqsadida ularni cho'lga va tog'lik tomonga yo'naltirishadi va arman dashnaqlari qiynoqlarini to'xtatish maqsadi ularga katta miqdorda sovg'a salomlar yuborishga qaror qilishadi. Sovg'ani olib borish va muzokaralar o'tkazish uchun shahar qozisi boshchiligida 3 odam pop tomonga yo'l olishadi. Biroq ko'p o'tmay ularga yo'lga chiqqan arava boshsiz tanalar bilan qaytishadi. Kuch bilan o'z boshqaruvini o'rnatgan bolsheviklar ularga qarshi bo'lganlarni yo'q qilish uchun o'zlarining terroristik harakatlarini davlat programmasiga kirgizishdi. Bu kabi qattiq urush 1918-yildan 1935-yilgacha davom etdi. Ba'zi ma'lumotlarda 1940-yilgacha deb ham aytiladi. Bu ozodlik va milliy daxlsizlik uchun kechgan urush edi. Bu vatan uchun urush edi. Bu oila himoyasi uchun bo'lgan urush edi. Bu g'urur va or uchun urush edi. Bu urushda faqat o'lim bor edi. Bu urushga hamma bir o'limni bo'yniga olib kirishgan edi. Milliy ozodlik harakati boshchilari, xususan qo'rboshi aholini bolsheviklarga qarshi kurashish uchun chaqirar edi. Turkistonning Qo'qondagi yuqoridagi xunrezliklar albatta o'z holicha qolmadi. Bu voqealar tub aholida bolsheviklar va dashnaqlarga qarshi qattiq g'azabni paydo qildi. O'sha davrdagi hujjatlar va tarixchilarning manbalarida keltirishicha, aholidagi norozilik kayfiyatini bostirish uchun kuchli qurollangan 260-270 ming askar safarbar etilgan. O'zbekiston Milliy tarixiy ensiklopediyasiga ko'ra, o'sha vaqtda arman dashnaqlari tomonidan Farg'ona vodiysida 3 oy ichida 35 ming aholi o'ldirilgan. Va shuni ham alohida ta'kidlash joizki, sovetlar hukumatini o'rnatish uchun birgina Farg'ona vodiysida 10 yil ichida 1,700,000 tinch aholi qatl om qilingan. Ularning aybi o'z yerlarida qullikka qarshiliklari edi xolos. Turkistonga qilingan yurish Farg'ona vodiysidan boshlangan bo'lib, keyinchalik o'z yurti ozodlik uchun kurashganlarga bosmachi tamg'asi yopishtirildi. Aslida esa ular yuqorida aytganimizdek vatan ozodligi uchun kurashgan mard o'g'lonlar edi. 1937-1939 yillar mobaynida 40 mingdan ortiq ziyolilarga turli ko'rinishlarda jinoyat ishlari ochildi. Bular xalqni uyg'otishga harakat qilgan ilm egalari edi. Shulardan 37 mingdan ziyodrog'i qamoqqa olingan. Tarixiy manbalarda kelishicha, shulardan 17 mingi otuvga hukm qilingan. Bunday bosqinchilik qatag'onlarning 3-bosqichi sifatida mash'um paxta ishi hisoblanadi. 1918-yil fevralda Turkistonda va shu yilning mart oyida Kavkazda arman dashnaqlari bolsheviklar safida genotsid qirg'inlarini amalga oshirdi. Aprel oyida esa Baku shahrida minglarcha ozarbayjonliklarni ham qatlom qilishgan va 10 minglarchasini esa uylaridan quvlab chiqarishdi. Tog'li Qorabog'ning 150 dan ortiq qishloqlari yer bilan yakson qilindi. Dashnaqlarning Ozarbayjon hududidagi xunrezliklari insoniyat tarixidagi eng noinsoniy vahshiyliklardan hisoblanadi. 100 minglarcha tinch aholi o'qqa tutilgan. Bunday qirg'in barot yurishlar Stalinga so'zsiz bosh egadigan Shaumyan va Mikoyan boshchiligida amalga oshirilgan. Sharqiy Anatoliya, Janubiy Kavkaz va tarixiy Turkistonda bolsheviklarga bo'yin egmaganlarga sovetlar hukumatiga qarshi bo'lgan qo'zg'olonchi tamg'asi bosilib, Sibirga surgun qilinishgan. Lekin shunga qaramay milliy ozodlik harakatlari to'xtab qolmagan.